Qog'oz kesadigan drakollar nima uchun kerakligini ko'pchilik bilmas ekan. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, savollaringizga javob topasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib mana shu to'r burchagidan boshlaymiz. Tagida mana o'zini stoplari bor. Stoplarni ochib, mana qanaqa o'tkirligini ko'ryapsizlar. Oldindan tayyorlab qo'yilgan qog'ozimizni kesib ko'rsataman. Chetlarini ko'ryapsizlar. Qanaqa akkuratni kesib va kesishi ham o'tkir. Hatto mana ramkalarini ham ishlatsanglar bo'ladi. Mashalloh, juda ham nafis chiqdi. Endi gulligini ko'rib chiqamiz. Gulligini ham ko'rib turganingizdek, men orqa tarafidan ko'rsatib beraman. Bittada kesib chiqazib beradi. Pichoqlari o'tkir, chetlari, qirralari juda ham chiroyli kesilgan, nafis kesilgan. Dumaloq doira bilan ishlashni yaxshi ko'radigan, lekin tekis kesa olmaydiganlar uchun mo'ljallangan bu drakolimiz tekis kesadi. Qirralari juda ham chiroyli chiqadi. Dumaloqni ko'rib turganingizdek, bunisi jingali doira hisoblanadi. Bu ham qirralarini har bitta burchagini chiroyli chiqazib beradi, tekis kesib beradi. Buni asosan daftarlarni chetiga kesib, chiroyli naqshlar qilib ishlasanglar bo'ladi. O'zini ham furnitura naqshiga o'xshatib kesib ishlatsanglar bo'ladi. Mana bir marta kesib olgandan keyin o'zini guliga qo'yib turib kessanglar, ulanib ketaveradi. Qora fonda ko'rsatib beryapman. Mana har bitta detallari tekis kesilgan gulchalari. Bu ikki tomonlamali bo'lganligi uchun kattaroq bu drakolimiz. Mana kesganda hozir ko'rasizlar, har bitta detal gulchalarini tekis chiqazib bergan. Mana shu tugagan joyiga qo'yib turib yana kessanglar, gul davom etib ketaveradi. Buni xohlaganingizcha uzunlikda chiqarsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hammasi tekis kesilgan, har bitta joyiga ahamiyat berib qaranglar. Juda chiroyli mashalloh. Drakollar bizga qo'lda kesib bo'lmaydigan nafis detallarni kesish uchun kerak bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqazib beradi. Narxlarni opisiyaniyada qoldiraman. To'liq ma'lumot uchun Telegramdan yozsanglar javob beraman inshaalloh.